balamning maktabidagi islom dini o'qituvchisi bilan bo'lgan suhbatdan tug'ilgan o'ylar. Abdori Asiya Uyg'ur. Bugun balarimning maktabida ota-ona yig'ini bo'lgani uchun atdigandila ishlarimni qo'yib maktabga bordim. Yig'in boshlanishga texi 20 minutcha vaqt borligini uqtirdi sinf mas'uli. Biz yig'inga kelgan boshqa ota-onalar bilan birlikda saqlash uyiga kirib, qahva ichgach, paranglashishga tushib ketdik. Chunki bundaq yig'inlar ota-onalar uchunmi o'zaro uchrashib, fikrlashadigan, balalar haqida tajribalarini almashtiradigan yaxshi fursat edi. Gaplarimiz toza qiziyotganda saqlash uyiga hijobliq bir xonim kirib keldi va Gollandiya tilida hammamizga salom berdi. Biz o'zaro tanishlik berishgandan keyin bu xonim o'zining diniy e'tiqod organidan bu maktabdagi o'quvchilarga islom dinidan dars berish uchun kelgan o'qituvchi ekanligini aytdi. Gerçi bu xonimning salohiyati hech kimni ajablantirmagan bo'lsa-mu, ammo mening kuchli diqqatimni tortdi. Balalarimning o'qiyotgani islom diniy maktabi emas, balki ochiq maktab edi. Bu maktabda musulmonlarmi, katoliklarmi, buddistlarmi, xristianlarmi, hatto dinsizlarmi bor edi. Lekin islom dini maktabi bo'lmagan bu maktabda islom dinini o'quvchilarga dars qilib o'tishi meni to'liq hayron qoldirayotdi. Men qiziqqan holda xonimdan so'rdim. Xonim, siz qaysi organdan keldingiz? Men Gollandiya diniy e'tiqod organidan keldim, dedi xonim kulib turib. Baya islom dinidan balalarga dars beraman dedingiz. Bu dars faqat bugun alayda o'rinlashtirildimi? So'rdim men yana. Xonim menga astoydillik bilan o'zining har haftada bu maktabdagi 5-6 yillik o'quvchilarga islom dinidan dars berib kelayotganligini, chunki balalarning har qanday dinga e'tiqod qilish huquqi davlat tarafidan qo'g'dilganligi, shu sabab balalarning o'zi e'tiqod qilmoqchi bo'lgan dinni tushunishi va o'zi tanlashi muhimligi uchun diniy maktablardan boshqa har qanday ochiq maktabda balalar uchun islom dini, xristian dini, katolik va budda dinlaridan dars berdiganligi. Balalar o'xshamagan dinlarni o'rganish va tushunish jarayonida qaysi dinga e'tiqod qilish yoki dinga e'tiqod qilmaslikni o'zlari qaror qila oladiganligini aytdi. Shundaqla balalarning islom dinini qabul qilish uchun men butun kuchim bilan islom dini haqida balalarga tafsili va astoydil tushuncha berishga tirishib keldim va davomli shunday qilaman dedi. Biz kelar hafta qayta bu haqda tafsili paranglashadigan bo'lib, bu qisqa suhbatimizni oxirlashtirdik. Shundaq, Gollandiyaning har qanday shahar va yezilarda islom dini maktablari bor va bu maktablar Gollandiyadagi boshqa katolik, xristian va ochiq maktablarga o'xshashla davlat tarafidan bir tutash boshqariladi. Texi mening ma'lamdagi Al-Aman islom dini boshlang'ich maktabi Gollandiyadagi 10 dangliq boshlang'ich maktabning biri. Ko'z oldimda Xitoylarning masjid, cherkovlarni cheqib tashlashi, diniy e'tiqodga jang e'lon qilishi, e'tiqodi bor kishilarga ziyonkashlik qilishi, bir qism musulmon allardagi mustabid hokimiyatlarning o'z davlatida boshqa diniy e'tiqodlarga yo'l qo'ymasligi qatorliq ahvollar bilan Gollandiyadagi shahar yezilar, hatto kentlarga qadar qad ko'targan masjidlar,
ro'shan selishtirma holda ko'z oldimda namoyon bo'lishga boshladi. Shu hamon bir gollandiyalik do'stimning biz turayotgan shahardagi musulmonlarga qarshi elib berilgan bir qitimliq namoyishga bo'lgan qarashlari yodimga kechdi. Öz e'tiqodiga ishonchisi bo'lgan kishilar boshqa dindagilarning öz e'tiqodiga ta'sir ko'rsatishidan andish qilmaydi. Agar bizning e'tiqodimiz boshqa din taratquchilar sababli o'zgarsa, undaqda bu din tarqatquchining suiqasdidan yoki sababidan emas, balki o'zimizning e'tiqodimizda mustahkam emasligimizdandir. Har kim yorilishdan erkinligi bilan yaralgan. Demak, uning Tangriga qaysi shaklda ishonishi yoki e'tiqodsiz bo'lishi o'z erkidir. Shundaq ekan, bizning davlatimizda musulmonlarning va masjidlarning ko'payib ketishidan ansirashning nima hojati? Demasimi, Gollandiyada bir qism oilalarda ko'p xil dinga e'tiqod qilish normal ahvol. Masalan, ota-onasi katolik yoki xristian bo'lganlarning bolalari islom diniga kirganlar yoki buddist bo'lib ketganlar va yoki boshqa e'tiqoddagilar, hatto e'tiqodsizlar. Ular bir-biridan tenishib yoki diniy e'tiqodidagi farqlar sababli ziddiyatlashib ketmaydi. Har kim o'z e'tiqodida mustahkam. Boshqa e'tiqoddagilarga hurmat bilan mehr-muhabbatlik yashaydi. Ammo o'z davlatiga va millatiga bo'lgan faxrlanish, iftixorlanish tuyg'usi har zaman o'xshash. Ularning bu kichikgina ammo boy va qudratli bir davlatni qurib chiqarishiga turtki bo'lg'ini ularning o'xshash bir diniy e'tiqodga ega ekanligi emas, balki ularning hammasining gollandiyalik, ya'ni Dutch millati va bu zaminning egillari bo'lganligidandir. Tugidi. 2019 yil 6 aprel